Ko'chada hamma olib sotar, ishi oson, olib keladi, taqillatib sotadi. Sizlarga zarilmi mana original brend qilib bosh og'riq qilib? Oddiy bitta misol. Aha. Laura Piana degan brend bor. Hop. Uni hamma sotadi. Ha. Hamma do'konlarda deyarli bor, lekin sifati har xil. Narxi har xil. Mijoz sifatida ishonchi yo'q, qaysi biridan olishingiz. O'rta sifatlisi ham bor, sifatsizi ham bor. 90% mijoz, uni farqi bor. Kirasiz magazinga, interyeri zo'r bo'lsa, o'shanga qarab yo narx bo'ladi, o'shanga qarab yoki sifatda yetishadi. Atak xohlaganda sotishi ham mumkin. Xohlaganda sotishi ham mumkin. Louis Gabor nima qiladi? Louis Gabor endi bu brend. Birinchi navbatda ishonch bor. Ikkinchi navbatda bizga kafolati bor. Buni mashaqqati ko'proq baribir. Tendensiyalarga ulgurishinglar qanaqa sizlarni? Вот именно mana shu joyda biz ozgina qiynalamiz. Har bittasini ustida ishlaymiz, model ustida ishlaymiz, rang ustida ishlaymiz, qolip, o'lchamlari hammasini ustida ishlaymiz, vaqt ketadi. U bizga kelgungacha aslida tayyor olib sotgan qo'laydi. Louis Gaborni mijozlar nimaga tanlashgan? Louis Gabor mijozlar birinchidan 6 yildan beri bozordamiz. Qancha insonlar manfaatdor mijozlarimiz bor. Birinchi navbatda sifat, ikkinchi navbatda sifatli oyoq kiyim kiygandan keyin takror olish ehtimoli ko'proq bo'ladi.